Qo'llarimga tegmadi. Lablarimga yaqinlashmadi. Hatto oramizdagi masofa bir qadamdan kamaygani yo'q. Ammo u o'sha oqshom mening qalbimni shunday yechintirdiki, erim 10 yillik turmushimiz davomida buni biror marta uddalay olmagan edi. Haqiqiy xiyonat nima o'zi? Begona to'shakmi? Yoki nikohdagi eringiz yonida yotib, xayolingizda o'zga insonning iliq so'zlarini qumsashmi? Bugun sizga aytib beradiganim shunchaki hikoya emas. Bu yolg'izlikdan muzlagan ayolning bir finjon choy ustida topgan olovli, ammo taqiqlangan baxti haqida. Bugun uyimizda go'rkov sukunat hukm surardi. Lekin bu tinchlik emasdi. Bu portlashdan keyingi vayrona sukunati edi. Devorlar ham, deraza pardalari ham mening xo'rlanganimga guvoh bo'lib, uyalib turgandek tuyulardi. Kechagi oqshom. O'sha mash'um janjal hali ham qulog'im ostida jaranglaydi. Erim Akmal. Uning ko'zlaridagi o'sha sovuq nafratni ko'rishdan og'irroq narsa bormi? Oddiy tuzni unutganim uchun dasturxonni ag'darib tashlagani, sen ayol emassan, shunchaki uyimdagi tekinxo'rsan deb baqirgani. Har bir so'zi yuragimga xanjar kabi sanchildi. Keyin esa eshikni shunday qattiq yopib chiqib ketdiki, uyimizning poydevori titrab ketdi. Mana oqshom tushdi. U hali ham yo'q. Qayerda? Kim bilan? Balki o'sha telefonda yashirincha gaplashadigan hamkasbir bilandir. Menga endi buning farqi yo'q edi. Ichimdagi nimadir o'ldi. Ayollik g'ururim, kutishim, umidim hammasi chilparchin bo'ldi. Oshxonadaman. Choy damlayapman. Qo'llarim mexanik harakat qiladi, lekin miyam karaxt. Faqat bug'i chiqib turgan choynakka tikilib, o'z hayotimning bug' kabi havoga uchib ketayotganini o'ylardim. To'satdan darvoza qo'ng'irog'i chalindi. Yuragim ko'krak qafasimdan chiqib ketayozdi. Bir lahza, faqat bir lahza umid qildim. Akmalmi? Qaytdimi? Uzr so'ragani keldimi? Sochlarimni to'g'riladim. Yuzimga majburiy tabassum niqobini kiydim. Axir biz ayollar shundaymiz-ku, ichimiz qon yig'lasa ham erimizga kulib qarashga o'rgatilganmiz. Eshikni ochdim va nafasi bo'g'zimga tiqildi. Ostonada Akmal emasdi. Uning aksi, lekin butunlay boshqa olam. Qaynim Sardor turardi. Sardor. U akasiga o'xshardi, lekin ayni paytda umuman o'xshamasdi. Akmalning ko'zlari doim sovuq va hissiz bo'lsa, Sardorning ko'zlarida quyosh bor edi. Uning yuzidagi o'sha samimiy, bolalarcha beg'ubor tabassum qorong'u tushgan hovlimizni yoritib yuborgandek bo'ldi. Yengajon, assalomu alaykum, dedi u ovozi mayin, xuddi shisha siniqlariga bosishdan qo'rqqandek ehtiyotkor. Akam uyda ekanliklarini aytgandilar. Telefonlarni ko'tarmayaptilar. Men eshik tutqichini mahkam siqdim. Tomog'imga achchiq narsa tiqildi. Va alaykum assalom, Sardor, dedim, ovozim titrab ketmasligiga urinib. U kishi ertalab chiqib ketgan edilar. Hali qaytmadilar. Sardor menga tikildi. Oddiy qarash emasdi bu. U xuddi mening terim ostidagi titroqni, ko'zlarimdagi yashirilgan yoshni, ruhimdagi jarohatni rentgen kabi ko'rib turardi. Akmal 10 yilda payqamagan narsani u 10 soniyada payqadi. Siz yaxshimisiz, yenge? Bir qadam oldinga tashladi. Oramizdagi masofa qisqardi. Rangingiz dokadek oqarib ketibdi. Qo'llaringiz titrayaptimi? Bu savol, bu oddiygina yaxshimisiz degan so'z meni parchalab tashlashiga oz qoldi. Chunki yillar davomida bu uyda mendan hech kim hol-ahvol so'ramagan edi. Yaxshiman deb yolg'on gapirdim. Lekin ko'zimdan bir tomchi yosh xoinlarcha yuzimga dumaladi. Sardor indamadi. Ortiqcha savol bermadi. Faqat ko'zlarida chuqur bir og'riq aks etdi. Yuring, ichkariga kirmaymiz, dedi u sekin. Hovlida, so'rida o'tiraylik. Havo toza. Sizga biroz nafas kerak. Biz hovliga o'tdik.
Tungi shabadada atirgullar hidi anqirdi. Men choy keltirdim. Piyolani unga uzatayotganimda barmoqlarimiz tasodifan bir-biriga tegib ketdi. Tok urgandek bo'ldi. Uning qo'llari issiq, juda issiq edi. Mening muzlab qolgan jonimga olovdek ta'sir qildi. Men shosha-pisha qo'limni tortib oldim, lekin o'sha harorat, o'sha lahzalik teginish butun vujudimda titroq uyg'otdi. Biz jim o'tirardik. Choynakdan chiqayotgan bu o'rtamizda parda bo'lib turardi. Lekin bu sukunat og'ir emasdi. Bu qandaydir sirli, xavfli va yoqimli sukunat edi. Bilasizmi, yenge, dedi Sardor, nigohini uzoq yulduzlarga tikib. Uning ovozi tun sukunatida baxmaldek yumshoq eshitildi. Odamlar ba'zan qo'llaridagi gavharni shunchaki oddiy tosh deb o'ylashadi. Ular ko'r bo'lishadi. Men unga qaradim. Uning qirra burni, qalin kipriklari, biroz o'ychan nigohi. Nimani nazarda tutyapsiz, so'radim pichirlab. Sardor sekin menga o'girildi. Uning ko'zlari to'g'ri mening ko'zlarimning tubiga kirdi. Akamni, dedi u ochiqchasiga. U juda qattiqqo'l. Ba'zan johil. Lekin men sizni bilaman. To'y bo'lgan kunidan beri kuzataman. Sizdagi sabr, sizdagi noziklik, bunday matonat har kimda ham yo'q. Yuragim duk-duk urardi. Bu gaplar, bu shunchaki qaynichaning iltifoti emasdi. Bu erkak kishining e'tirofi edi. Sizdek ayolning ko'zlarida yosh ko'rish men uchun o'lim bilan barobar, dedi u ovozi biroz bo'g'ilib. Bu so'zlar xanjar kabi, ammo og'riqsiz yuragimga kirdi. Men boshimni egdim. Yuzim lovillab yonardi. Uyatsizlikmi? Balki. Lekin o'sha paytda men erimning ukasi bilan gaplashayotganimni unutdim. Men shunchaki o'zini himoyasiz his qilgan ayol edim va qarshimda meni himoya qilishga tayyor tog' turardi. Rahmat, Sardor, dedim yig'lamaslikka harakat qilib. Ba'zan shunchaki kimdir eshitishini xohlarkan odam. Men eshitaman, dedi u stulini biroz yaqinroq surib. Endi u menga ancha yaqin edi. Uning ifori arzon odekolon emas, balki toza tog' havosi va nimadir o'ziga xos erkak hidi dimog'imga urildi. Men har doim eshitganman, yenge. Faqat aytishga haqqim yo'q deb o'ylardim. Bu nima edi? Sevgi izhorimi? Yo'q, bu undan yuqori edi. Bu dardlashish edi. Kecha Akmal bilan yana urushdik, dedim o'zimni tutolmay. Dardim toshib ketdi. Men charchadim, Sardor. Keraksizlikdan charchadim. Sardor chuqur xo'rsindi. U qo'lini stol ustiga qo'ydi. Mushtini tugdi. Go'yo akasining o'rniga o'zi jazolanishni istagandek. Agar, dedi u sekin, juda sekin. Agar taqdir boshqacha bo'lganida, agar meniki bo'lganingizda, sizni kaftimda ko'tarib yurgan bo'lardim. Sizning bir dona kiprigingiz to'kilishiga yo'l qo'ymasdim. Dunyo to'xtab qoldi. Shamol ham esishdan to'xtadi. Bu gap, bu taqiqlangan, harom, ammo dunyodagi eng shirin gap edi. Men unga qaradim. Uning ko'zlarida shunday olov yonardiki, bu olovda kuyib ketishga rozi edim. Biz chegarada turardik. Birgina noto'g'ri harakat, birgina ortiqcha so'z va biz jar yoqasidan qulagan bo'lardik. Gunoh jariga. Lekin u ham, men ham o'sha chegarani buzmadik. Jismonan buzmadik. Ammo ruhlarimiz, ular allaqachon bir-biriga chirmashib ketgan edi. Hech qanday quchoqlashuv bo'lmadi. Hech qanday bo'sa bo'lmadi. Lekin uning nigohlari lablarimda, bo'ynimda, sochlarimda shunday sayr qildiki, men o'zimni uning quchog'ida turgandek his qildim. Uning so'zlari meni silab sipaladi, erkaladi. Kech kira boshladi. Osmon qop-qora baxmalga burkandi. Biz soatlab gaplashdik. Bolalik orzular, armonga aylangan maqsadlar. Akmal bilan yillar davomida gaplashmagan mavzularimni Sardor bilan bir soatda gaplashdim.
U meni tinglardi. Shunchaki bosh irg'ab emas, balki yuragi bilan tinglardi. Nihoyat u o'rnidan turdi. Ketishim kerak, dedi u istamaygina. Akam kelsa mendan xavotir olmasin. Yoki noto'g'ri tushunmasin. Ichimda bir ovoz qol deb baqirdi. Ketma, meni yana o'sha muzlab qolgan uyga tashlab ketma. Lekin tilim, yaxshi boring, Sardor. Rahmat hammasi uchun, dedi. U darvozagacha yurdi. Men ortidan kuzatdim. Uning keng yelkalari, dadil qadamlari. Eshik oldida u to'xtadi. Ortiga o'girildi. Oy yorug'ida uning yuzi juda jiddiy va azobli ko'rindi. Yenge. Labbay. O'zingizni asrang, dedi u qat'iy. Keyin biroz sukut saqlab qo'shimcha qildi. Siz baxtli bo'lishga loyiqsiz. Va unutmang, men har doim nima bo'lishidan qat'iy nazar siz tomondaman. U ketdi. Darvoza yopildi. Lekin u o'zi bilan mening yolg'izligimni ham olib ketgandek edi. Oshxonaga qaytdim. Sovib qolgan choy, bo'sh stullar. Lekin endi bu bo'shliq meni qo'rqitmasdi. Derazadan tashqariga qaradim. Daraxtlar sokin chayqalardi. Men stulga o'tirib ko'zlarimni yumdim. Xayolimda uning siz baxtli bo'lishga loyiqsiz degan ovozi aks-sado berardi. O'zimni gunohkor his qilishim kerakmidi? Axir men erimning ukasi haqida o'ylayapman. Lekin yuragimda shunday halovat bor ediki, bu hisni gunoh deb atashga tilim bormasdi. Bu mehr edi. Bu qadr edi. Bu ayol ekanligimni eslatgan bir iliqlik edi. Ehtimol ertaga hayot o'z iziga tushar. Akmal qaytib kelar, yana o'sha baqir-chaqir, o'sha sovuq kunlar boshlanar. Lekin bugungi oqshom, o'sha nigohlar, o'sha aytilmagan izhorlar mening qalbimning eng chuqur, eng maxfiy sandig'ida abadiy saqlanib qoladi. Men chiroqni o'chirdim. Qorong'ulikda lablarimda mayin tabassum paydo bo'ldi. Chunki men tushundim. Muhabbat har doim ham vujudlar to'qnashuvi emas. Ba'zan eng kuchli muhabbat bu bir-biriga tegmasdan turib ruhlarni davolashdir. Va men bu sirni, bu taqiqlangan shirin tuyg'uni to o'lgunimcha asrashga qaror qildim. Bu mening sirim. Bu mening gunohsiz xiyonatim.